Assalomu alaykum. Yorqinbek uz kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlar. Biz mana shunga paqirimizga 1 kilo bug'doyni 12 soat suvga yuvib qo'ydik. Qani bu 1 kilo bug'doyimiz gidroponika, ya'ni o'stirganimizda necha kilogramm bo'lishini tajriba qilib ko'rmoqchimiz. Keyin bir kunga necha kilogramm yoki necha yuz gramm chorvamizga berishimizni rezultatini ko'rish maqsadiga mana shu 1 kilo bug'doyda o'stirdik. Hozir endi buni keyingi jarayonlarini qo'yib boraman. Hozir buni olamiz suvdan va mana bu laliga bug'doyni tashlab olib o'sish jarayonini sizlarga har kun video qilib boraman. Agar qiziq bo'lsa videoni kuzatib boring, obuna bo'ling va bir dona like bosish esdan chiqib qolmasin. Xo'sh, mana buni bug'doyimizni patnisimizga ham so'roldik. Mana bu latlarni namlab turib ustiga yopib qo'yamiz. Endi ertaga qolgan videoni ikkinchi kunini qo'yamiz. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qiziq bo'lsa obuna bo'lib kuzatishda davom eting.